bir so'm bo'lsa to'lov yo'q, banklarni aralashtirmasdan deb mashinalar beryotibdi. Sizlar hali ham obuna bo'lib qo'ymagansizlar. Men sizlarga xatarlarni aytib o'taman. Mana shunaqa ahvol bo'ladi mana. Boshlang'ich to'lov olmasdan mashina bergandan keyin mana shunaqa odamlar noinsof bo'lib ketgan. Ahvolni qaranglar, mana noinsofchilik cho'qqisi. Mashinamizda detallarini balkim bo'lib sotib yuborishganmi, xudo biladi mana. Ancha narsasi yo'q. Hattoki mana bunisigacha yechib olishganda. Endi qanaqa tushunish kerak bunaqa odamlarni? Katta ehtimol bilan mana shunaqalarni kasriga yaxshi odamlar ham kelib, mashina ololmay ketadi bizdan noldan. Mana shu mashinani noldan berganmiz. O'zimiz $550 dokumenti yonimizdan, sharoitim yo'q, yordam bering deganlarga dokumentini o'zim yonimdan qilib berganman. Aradan bir 2 oylar o'tgandan keyin yana telefon qilib, dadam bansaga tushib qoldi degan vaqtlari chaqirib, banisasiga puligacha berib yuborganman. Halikan 1 yil bo'lyapti bu mashinani berganimizga, na o'zi keladi. Uyiga bir 5 marta bordik. Ismlari Sadriddin, pastda mana shu rasmlarni qoldiramiz. Ushbu videoni o'ziga tashib qo'yinglar, taniganlar. Mana shu nomerda haydaganlar buni 1 yil. Rasvosini chiqarib, mana hozir bilyapmiz, 3 oy bo'lib ketibdi, mana shu joyga tashib ketganlar. 3 oydan bir mana shu joyda turibdi debdi. Hech joyga siljimasdan. Alloh insofimizni bersa, hammamizni bu borada tegishli joylarga murojaat qilganmiz. Xudoga shukr, mana mashinamiz o'zini topib berishdi. Ichki ishlar o'sha qolgan hamma organlarga inshaalloh sizning ustingizdan kerak joylarga arizalarni beramiz. Xudo xohlasa pulimizni teng-tengigacha olamiz. Inshaalloh bunga shubhamiz yo'q. 15-yanvargacha mana shunaqa ishlarni qilyapmiz. Agar noldan berishni to'xtatsak, imminni mana shunaqa odamlar sababchi bo'ladi. Bu mashinani uyiga bir 5-6 marta borganmiz. Hammasini videolari bor, o'zi bilan gaplashgan videolarimiz ham bor. Har bittasini xudo xolasa birma-bir postimizga qo'yib boramiz. Ehtiyot bo'lasizlar shunaqa odamlardan.